Bu patsientimiz yoshlari 32 yoshda, hozir bizga murojaat qilib keldilar. Ya'ni bularda nasogubkasida osilish bor, brilya sohalarida osilish bor va qoshlari ozgina tushgan. Hozir bularga o'zimni avtorskiy texnikam yordamida full face botox muolajasini o'tkazib beramiz. Momentalniy rezultatni ko'rasiz. Mana hozir patsientimizni yarim taraflariga qilib berdik muolajani. Bularda ko'rishingiz mumkin, qoshlar ko'tarilgan bir yoq taraflari, ko'zlar lisi glaz bo'lib, mana ochilgan bir yoq taraflariga qaraganda nasogubka ketgan, brilya уже yo'qoldi. Mana bu taraflarni ko'rishingiz mumkin, hali brilyalari bor. Mana bu taraflarda nasogubka osilib turibdi, kolbasniy bo'lib, ko'zdagi ahamiyat beramiz. Ancha o'zgarish sezilarli darajada. Mana ko'rdinglar, patsientimiz muolajadan so'ng 5-10 yilga yosharadilar.